Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli obunachilarimiz. To'yingiz xayrli kech, juda kechqurun bo'ldi. Biz uchun hali ham kun. Siz lekin kunduzi ko'ryapsizmi, kechqurun ko'ryapsizmi? Hammaga assalomu alaykum. Avtobum kanaliga xush kelibsizlar. Xudo xohlasa bugun sizlar bilan Rustam juda ham ko'pchilik so'ragansizlar. Ko'pchilik kutgan obzorlardan bittasi. Qora Gentrani bitta obzor qilamiz xudo xohlasa bugun. Choy poy nima yeyotgan bo'lsangiz sekin yaqinlashtira olamiz. Yoqimli ishtaha sizlarga. Biz esa sekin videoni boshlaymiz. Oldimizda turgan Toycho 01U 611 SB. Bu nomerda ham o'zi bitta istoriyasi bor, ya'ni tarixi bor bu mashinani. Bu juda ham nima desa bo'ladi, O'zbekistonda bu meni fikrim bo'yicha hali mashinaning ichiga o'tirmaganman, lekin egalari aytgan tuning bo'yicha eng takoq Gentraga mos qilinadigan tuninglardan bittasi qilib qo'yilgan. Bu yerda bachkana narsani o'zini topa olmaysiz va 2026-yilda hozirgi kunda Gentra sotib olsa bo'ladimi, yo'qmi degan savol tug'ilayotganmiz. O'sha savolingizga ham javob beramiz va necha pulga sotib olish kerak degan savolga ham javob beramiz. Chunki hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasida mashinalarni bozori mana shunaqasidan kalla tashiyapti. Suvga kalla tashaganingizdan ko'ra ham chiroyliroq tashyapti aka bu mashinalar narxi. Shuning uchun hozir necha pulga o'zi stoyt bu mashinalarni sotib olish, вообще stoytmi, ne stoytmi? Olish kerak emas degan savollarga xudo xolisa javob beramiz. Bitta oldi tomondan ko'ramiz. Bunga qilib o'tgan ishlarni sizlarga aytib ketaman va oxirida necha pul ketgan shu mashinaga aytamiz-da. Shu narsa loyiqmi o'zi bu mashinaga yo loyiq emasmi, shu narsani aytasiz. Bu yerda to'g'risini qilib aytganda, ani aytishadi-ku, bir xil hozir gap chiqdi, isrofgarchilik deyildi, lekin isrofgarchilik degan odamlar o'zi kelgan video обращение qilib, ya'ni isrof o'sha eng ko'p, ya'ni mashinalarga mer salon tiqadigan odamlarga shular bilan birga, ya'ni kollaboratsiya video qo'yishdi. Buni qanaqa tushunish kerak? Men ham bilmayman akalar. Tushunadigan insonlar bo'lsa tushunni bu narsani. Bu meni fikrim bo'yicha endi to'g'ri, unaqa narsa qilish isrofdir, lekin bu yerga qilingan narsa meni fikrim bo'yicha isrofga kirmaydi. Bu meni fikrim bo'yicha. Sizning fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozib qoldirasiz, aka. Oldi tomondan bitta ko'ramiz. Bu, ya'ni zavodskiy Gentradan nima farq qiladi? Zavod Gentrada bilsanglar, mashinalari o'zi nikel bo'ladi, keyin undan keyin Chevrolet emblemasi sariq bo'ladi. Atrofida nikel bo'ladi. Bunda polni qoraytirilgan, faralarimizni oldi tomon Amerikanka qo'yilgan, Amerikanka qo'yib turib, keyin undan keyin ichkarisi ham qoraytirilgan. Bu yerda original Amerikanka qo'yilgan va bu mashinaga kim tuning qilgan bu desangiz, eng yaxshi qiladiganlardan bittasi va eng qimmat qiladiganlardan bittasi, ya'ni Avtovitsinda tuning bo'lgan bu mashina. Avtovitsinda ham ishiga bitta baho berib ko'ramiz. Chunki menga chunki qiziq, Ne'matullarning ishi menga qiziq. Ne'matullarning bolalari juda yaxshi ish qiladi deyshadi. Bugun shu narsani ko'ramiz. Oldi tomon, tepa, past, hamma yog'i led bunda. Ko'rib turganingizdek, yaqinni, uzoqni qattiq yoritmoqchi bo'lsangiz hamma yog'i led, keyin undan keyin yon tomon pоворотниklarimda endi по-любому sariq bo'ladi. Bachkana emas. Ko'rinib turganda bachkana emas. Yon tomoniga bitta kelamiz. Bu yerda oldi tomon boshqa gaplashadigan narsani o'zi yo'q, faqatgina bitta mana shu SolarX logodan boshqa. Nima uchun mashinani salonida uncha ko'p narsa ko'rinmayapti? Даже men yonida turib uncha ko'rmayapman. Sizlar menimcha hozir ko'rmayapsizlar. Uncha narsalar ko'rinmayapti. SolarX bu yerda logolar qo'yib qo'yilgan. Ruxsatnoma, ya'ni razрешениyadan o'tadi. Lekin ko'rinishi men bilmayman qanaqa bu gerb logolar qanaqa ishlab chiqariladi gerb logolar, lekin hamma narsa ichkaridagi narsa ko'rinmaydi. Ruxsatdan ham o'tadi. Shunisiga men 5 ketaman. Bitta yon tomoniga kelamiz. Yon tomoniga kelganimizdan keyin bu yerda, ya'ni mana shu har bitta narsalari o'zi ko'pchilik xrom qiladi, lekin bu yerda ya'ni black piano qilingan hamma narsasi. Bu yerda ham oynani tagida turadigan temirlarni o'zini ham black piano qilingan, keyin undan keyin tepa tomoniga ham black piano tortilingan. Mana bu yerda stoykalarimiz ham, ya'ni bu yerda nikel stoykalar qilib qo'yilgan, faqatgina adashmasam gap yo'q, aka, mana mashinaga ahamiyat berishibdi, ya'ni shu yergacha nikel qilib qo'yishibdi. Bu zo'r degan narsa, lekin to'g'risini aytaman, ko'pchiliklar shu yerda qoldirib ketadi, lekin akam shu yergacha qilib qo'yibdilar. Yon tomoniga bitta kelamiz. Bundan oldin tracker obzorida mana shu oporniskiy to'g'risida gapirdim. Mashinaning narxi bu hozir sotilyapti, sotilmayapti bilmayman, lekin sotilgan payti eng maksimalni menimcha 160 million sotildi. 170 million deylik yoki 180 million deylik. 272 million emas, 270 nechidir million edi. Bundan oldin ana tracker obzorida ko'rdinglar. Bunda 12 ham 220 nechidir million. Lekin mana orqada ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda aka diskoviy tormoz turadi. Orqa независимый подвеска turadi. Unda torsionli balka turadi. Mashinaning klassi bu 12 dan ko'ra bu balandroq klassda yuradigan, ya'ni teparoq sinfda o'qiydigan bolalarning mashinasi bu. Nima uchun? To'g'ri, bu 2026-yilda hozir trendda ancha qaytib qolgan mashina. Cobalt bilan tashashdi, lekin Cobalt buni qaqdi trendda urib qo'ydi. Nima uchun urdi? Chunki Cobalt haligacha ishlab chiqarilyapti. Bu esa hozir ishlab chiqarish to'xtatilgan. Bu mashina o'zi 12si sotuviga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilib turgani uchun mana shu lukka ham bir paytli, ya'ni
o'sha ishlab chiqaradigan joy lukka olib tashlagan edi. Sabab chunki 12 sotuvni sindiryapti. Buni bizluk chiqarmoqchi bo'lishdi. Bizluk chiqarishdi. Keyin undan kelgan diskalarni, keyin undan keyin ABSlarni olib tashlashdi. Nimadirlar qilishdi. Nima sabab bo'ldi bu hammasiga? Chunki bu bizada konver qo'yilganda 12 to'g'ridan to'g'ri sindiryapti. Gentrani o'zi. Sabab bu atmosferniy motor. Neubivam, ya'ni o'lmaydigan motorlardan bittasi bu turibdi. Tsepoviy motor bo'lgani uchun metan qo'ymasangiz, mana shu moshdan to'g'ri yaxshi benzin quyib yursangiz, motor menimcha 500 ming ham yurib bersa kerak bu motor. Faqatgina metanda problemasi bor. Nima uchunligini ham keyin aytib ketaman bu mashinani. Yon tomonni ko'rdik, bu yerda ruchkalarimiz, ya'ni Euro ruchka o'sha paytning o'zidan Euro ruchka bilan chiqqan. Itakchi mana bunday ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda eshik ochiq yopilganda ham zo'r, oka. Tonirovkalari ham adashmasam, tonirovkani ham yaxshisini urib qo'yibdilar va keyin uning tonirovka menimcha ruxsatdan o'tsa kerak menimcha. Bu ham tonirovka ruxsatdan o'tadi, xudo xolasa. Yon tomonni ko'rdi, endi bizga eng muhim bo'lgan saloniga bitta o'tamiz. Salonni aka orqasiga o'tamiz, onasini ham. Orqa tomonni ko'rib turganingizdek, bu yerda eng taku boshqa zavodskiy Gentraga qaraganda o'zgartirilgan narsa nima, aka? Bu yerda yozuvlarni olib tashlalingan. Har bitta anaqa Chevrolet, keyin undan keyin Lacetti degan yozuv. O'zi bu Lacetti. Biz endi Gentra deb o'rganib qolganmiz. Lacetti yozuvlar hammasi olib tashlalingan va keyin undan keyin Chevrolet emblemasi qora qilib qo'yilgan. Endi mana bundoq qilamiz, aka. Optrafara qo'yilgan bu yoqqa. Ko'pchiliklar optrafara qo'yadi, lekin ko'pchiliklar Xitoy qo'yadi. Agar Xitoy qo'yganingizdan ko'ra o'zini radnoy farasi yaxshiroq. Xitoy ko'pga bormaydi, bitta sezon ishlaydi, keyin undan keyin bitta sezon ham ishlaydi. Suv kirib, turli problemalar boshlanadi. Sotayotgan odam, aka, adinkadan ishlaydi, bu narsa desa yolg'on gapirgan bo'ladi. O'shaning uchun originalni oling. Original deganda ham, ya'ni o'sha Xitoydan keladimi, qayerdan kelsa ham JM o'zi ishlab chiqargan bo'lsa, shu yaxshi bo'ladi. Endi bitta bagajni ochamiz. Gentra shunaqa mashinaki, o'zi oddiy bo'lsa ham, o'zi arzon bo'lsa ham, lekin eng ko'p pul, eng qimmat nomerlar shu mashinaga taqiladi va eng ko'p pul shu mashinaga ketkazilinadi. Bitta bagajnikini ko'ramiz. Bagajda bu yerda bitta kattagina okalar, mana bu yerda samfirmi? Yo'q, bu samfir emas okalar, anu sandiq deymiz, sandiqcha qo'yib qo'yilgan. Keyin undan keyin pastda polimizdan teyda bu yerda 54 litrli propan ballon qo'yilgan. Mana bu zavodda o'zidan endi mana bunday qarab tursangiz, aka, mana bular bu zavodda o'zidan shunaqa chiqiladi. Bu yengil emas, o'sha paytdan qolib ketgan aka. O'shaning uchun buni hozir ishlab chiqarilayotgan bo'lganda-ku, hali ham shunaqa chiqyapti derdim. Mo'sht hozirgi paytga chiqqanda unaqa bo'lmasdir, lekin o'sha paytda shunaqa bo'lgan aka. Lekin bitta narsasiga men 5 ketaman. O'sha paytda men misol uchun o'zim ko'p, ya'ni ko'p yomon gapirmaganman. Bor haqiqatni gapirganimni ko'pchilik gapirishardi. Lekin hozirgi paytda men 12larni ko'raman. Imенно mana shu deflektor, ya'ni o'sha plastmassoviy narsasini o'zi deflektor deyiladimi, nima deyiladi esimda yo'q. Mana shu plastmassoviy narsasini o'zini ham ekonomik qilishadi. Bundan oldin Cobalt motorda mana yarimchala qo'yilgan edi. O'sha paytda chiqayotganda xuddi sal-pal mana shu plastik ko'proq bo'lgan ekan. Gofra plastiklar ko'proq bo'lgan ekan. Bular yaxshi qilingan. Keyin bu yoqda yana nimasi bor? Aka, kamera qo'yib qo'yilgan. Orqaga endi естественно bu Gentrada hammasi po umolchanию qilinadigan ish hammasi qilingan. Buni eng ko'p ishi saloniga qilingan, chunki har bitta inson mashinada tashqi ko'rinishi o'zi Gentraga eng zo'r vid. Shu meni fikrim, o'zingiz fikringiz qanaqa yozing. Lekin salonida eng katta ishlar salonda bo'lib o'tadi bunda. Saloniga ham bitta o'tirib oldik. Saloniga o'tirganimizdan keyin endi hozir sal-pal yaxshi gapirib qo'ydim-ku Gentra to'g'risida. Bitta narsani aytaman, akalar. O'zi Gentra degan mashina o'zi yo'q. Boshqa davlatlarda Gentra deb qanaqadir mashina chiqarishadi. Bizda faqatgina Ravon Gentra bo'lgan, keyin Devo Gentra bo'lgan. Lekin Chevrolet Lacetti bo'lgan har doim. Chevrolet Gentra yo'q akalar. Bitta narsa. Bu ham qattiqki, u ham bilasizlar, u prosta gap bo'lib ketdi. Takji o'zi bu mashinani dizaynini chizgan odam o'zi yo'q akalar. Nima uchun deganda, bu yerda endi ochiq o'qib aytaman. Aka, qarang. Rasmni qarang. Lacetti rasmni qarang, Lacetti hatchback. Hatchbackdan basharani olib, kodni Lacetti'ni olib qo'yilgan. Juvosmi, bu yarimchala bir paytlar men Nickelodeon degan kanalda multfilm ko'rardim. U yerda katta piyoz bo'lardi. Bu ham xuddi shunaqa katta piyoz. Yarim shu, yarim kuchuk degan narsa bo'ladi-ku, xuddi shunaqa mashina deb o'ylayman. Meni fikrim bo'yicha shunaqa endi. Chunki tasavvur qiling, innovatsion g'oya berilyapti-da onasining. Lacetti'dan salon o'zgarmagan. Nima uchun salonga o'tganda gapiryapman? Chunki Lacetti qanaqa bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa-da. Даже Nexi 1 bilan Nexi 2 da farqi, ya'ni restyling bergan-da, u yerda facelift bergan, salonda restyling bo'lgan, lekin bunda restyling yo'q aka. Qanday bo'lsa, prosta basharan o'zgartirilgan, Cobalt motor tiqilgan, korobka qatdan olib kelib qo'yilgan bo'ldi. Mashina shunday sotilib keturgan o'sha paytda. Rulni bitta ko'ramiz, aka, bu yerda
Lekin mashinaga juda ham ko'p pul tikilganing bittaman. Men pultdan bilsangiz bo'ladi. Bu yerda 909 Magicar pul qo'yib qo'yilgan. Keyin undan keyin start stoplarni ham mana akkuratni qilib qo'yib qo'yilgan. Start stop bitta yoqamiz va start stopdan boshqa yana bu yerda kalitli joyini ham qilib qo'yilgan. Mana qarang, bitta o'chiraman hozir. Bitta o'chirdik. O'chirganimizdan keyin bitta narsani mana bu juda ham yaxshi. Agar sizlar ham mashinalarga qildirayotgansiz, shunaqa qilinglar. Ya'ni kaltni o'zini joyida qolgan. Aytishingiz mumkin, men bu yoq tomonga qilsa bo'lardi-ku. Kalt ustiga, to'g'ri kalt ustiga qilsa bo'ladi, lekin men bu start stop degan narsamizni ishlamay qolsa, orqa ko'chada qolib ketasiz agar kalt ustiga qilib qo'yilsa. Bu yerda kalitga ham joy tashlab ketilgan, etakchi bu yerda ham qilib qo'yilgan. Bu juda ham yaxshi qilingan narsa. Buni to'g'risini qilib aytib ketishimiz kerak. Bor narsani bor deymiz, yo'q narsani yo'q deymiz. Xuddi shu ko'rib turgan chexolingizni o'zi bir paytda, ya'ni kardinaldan birinchi bo'lib shu mashinaga tikilgan, keyin bu mashinadan keyin hamma yo'ga, ya'ni trendga chiqib ketgan. Bu mashinani o'zini to'g'risini aytsam 2021-yilda olingan, keyin juda ham akkuratni haydalgan mashina ekan. Kraskasi top-toza, saloniga o'tirdi, akvaprintli, qora akvaprintli qilib qo'yilgan. Keyin undan keyin 725 maytaforlar qo'yilgan. Men mashinani endi zavod qilamiz. Salon podsvetkamizni ko'rib turgan bo'lsangiz, oppoq rangda, mashinani probegi 163 ming kilometr yurgan. 4-pokoleniya met propani bor, buni yoqqa o'tganda gaplashamiz. Keyin undan keyin bu yerda eng kerak bo'ladigan narsa, ya'ni nima desangiz, mashinada Malibu bar qo'yilgan. Bu original Malibu bar okalar. Hozirgi paytdagi Toshkent barlar bilan adashtirib qo'ymanglar. Toshkent barlar boshqacha. Bular, ya'ni boshidagi Malibu barlar, ularning sifati ham boshqacha bo'ladi, o'zi ham boshqacha bo'ladi. Bu yerda bespроводной zaryadkalar qilingan, xuddi shu joyimizda bespроводной zaryadkamiz ham bor okalar. BRNDimiz qanaqa ishlayapti? Ishlayapti aka, faqatgina bu yerda birinchi, ikkinchi skoroskga o'tkazish, shu yon tomonga o'tkazamiz. Bu Malibu bar o'zi Cobaltlarga yaxshi tushadi. Nima sabab? Chunki Cobaltda plus minus bo'ladi. Xuddi shu joyda plus minusimizni ishlatishganmi? Gap yo'q, akalar, plus minus ishlar ekan. Xuddi shu men plus minusni ham ishlaydigan qilib qo'yilgan. Mana yon tomonga o'tkazasiz, o'tkazib turib plus minus o'zini ham mexanika korobkada boshqarib ketsangiz bo'ladi. Rulimizga lekin bitta alohida baho anatomik rul qilingan. Qo'lingiz bilan ushlaganingizda juda ham приятный rul bo'lib turibdi. Bu yerda boshqa Malibu rul kerak emas, o'zining ruli yaxshi, faqatgina anatomik qilib qo'yganda juda ham zo'r bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib qo'yilgan. Solar X laboyimizdan okalar ko'rinish qanaqa ekan? Sal tako farq qilar ekan, sal cho'mliroq ekan salonning ichida. Tajri buni boshqa bu yerda gaplashadigan narsamiz yo'q. Men bunda havo orqaga uradimi, Malibu bardan siz uradi. Tajri men buni ko'ramiz, aka. Ya'ni kun trekkerda gapirdim-ku, xuddi shu, ya'ni oyog'i havo uradigan narsasini. Buniki qanaqa ekan degan savol tug'ilyapti-da o'zimga ham. Hozir ko'raman. Ha, to'g'risini aytaman akalar, bunda ham xuddi shunaqa ekan. Trekkerda qanaqa bo'lsa, bu mashinani ham xuddi shunaqa qilib qo'yishgan ekan. Menda 93-yil Mercedes-Benz bo'lganda, hozirgi yo'q, hozir 93-yil 124 Mercedes-Benz bor edi. Bilan o'shanikicha mana oyog'iga uradigan abduflari, deflektorlari shunaqa zo'r ishlangan edi. Juda gрамотно ishlangan edi. Bu 2021-yilda chiqqan mashinani o'sha paytda bizanikilar endi qanaqa ishlagan bilmayman. Hozir mana ko'rdingiz-ku rasmini, aka. Prosta turbo chiqarib qo'yish bu nima degan narsa endi? Prosta o'sha paytda sotib olingan. Hozirgi paytda yaxshi, mashinalar narxi ancha tushib ketdi. Bu narsa o'sha shu tomonlama yaxshi bo'ldi. Qolgan bu yerda akvaprint degan narsalarni gaplashadigan joyi yo'q. Bundan olamiz. Olganimizdan keyin bu yerda mayda-chuyda narsalar egasini turibdi. Hozirgi paytda chiqayotgan Midnight Cobaltlar. Bir xil motor. To'g'ri, 5 tot kuchi kam qilib yozib qo'yishdi. Tan olish kerak, 5 tot kuchi kam bo'lgan motor. Lekin bir xil korobka deymiz, bir xil motor, bir xil korobkada. Faqatgina kompyuterda farq qiladi. Cobalt kompyuter bilanki qaraganda aqlliroq, chunki Cobalt kam modulda ishlaydi. Bular kam modulda ishlamaydi okalar. O'shaning uchun bularga Magicar yaxshi tushadi, Cobaltlarga Starline, Pandora degan signalizatsiyalar yaxshi qo'yiladi. Cobaltlarga Magicar qo'yib bo'lmaydi aka. Qo'yayotgan bo'lsangiz qo'ymang unaqa narsa. Lekin bu yerda prosta mashina C-klass bo'lgani uchun 220 km/soatga deb yozib qo'yilgan. Itakji mana momentida ko'rib turgan bo'lsa, torpedkalari bunda yumshoq. Hozirgi kechagi bundan oldin, ya'ni bundan oldin chiqqan trekker obzorda ko'rgan bo'lsam, u vashi taxta bo'lyapti. Buni oldida ham, orqasida ham 4 tapshifkasi yumshoq akalar. Torpedkamiz yumshoq. Mametga qo'llari tegsa, to'g'ri, bo'tlari qattiq lekin mana mametlari yumshoq, hamma joyi yumshoq. Itakji buni mametida barini ichida ochganingizda ham konditsioner yoqqaningizda suvingizni muzlatib turadigan narsalargacha qilingan. Gentrada o'sha paytda o'zida shunaqa narsa qilib qo'yilgan. Konditsioner yoqib qo'ysak bo'ladi, aka. Mana konditsioner yoqdi, mana muzdekni havo haydaydimi? Salonni ko'rdik, bu yerda boshqa gaplashadigan va keyin undan keyin выяснять отношения qiladigan narsamizdan o'zi yo'q.
motorga o'tib gaplashamiz va motorda dvigatellari qanaqa problemalar sizda bo'lishi mumkin, hammasini bilib olasiz. Dvigatellarni bitta ochib oldi. Endi bu mashinada trekerda yo'q narsani bundan sonra bo'lmaydi, aka. Gazovый упор qani desam bo'lmaydi, aka. Chunki trekerda yo'q bu narsa, aka. Oldi tomonlarida, ya'ni trekerda bitta narsasi bor edi. Mana bu oldidan shamol kelib turib chang-panglarni kirgizmaslik uchun rezinkalar qo'yilgan edi. Lekin bu mashinada unaqa rezinka degan narsani o'zi yo'q. Faqatgina mana shu kapotda salpa zashitkasi bor. Bu kapotda zashitkasi ham yaxshi. Kobaltda bu narsasi yo'q. Nexus 3 da ham yo'q lekin bu narsa. Bitta ko'ramiz, okalar bu yerda 1.5 atmosfera bosimi bilan ishlaydigan dvigateli bor. Bunda 107 ta ot kuchi deb yozadi texpasportida. Kobaltda 105 tami, 107 tami, 100 yo'q. Bunda 109 ta deb yozadi. Kobaltda 107 ta deb yozadi, adashmasam. Va 6 pog'onalik avtomatik korobka bilan jihozlangan. Klassik avtomat, variator emas, klassik avtomat bilan jihozlangan. Bu mashinada endi problema qanaqa bo'ladi? Bu mashinamiz hozir 4-pokoleniya propanda turibdi, lekin propanni ham yaxshisini qo'ygan ekanlar, ko'rinib turibdi. Propanni originalini qo'yganlar. Lekin metan qo'ysangiz, bundan oldin aytdim, alyuminiyli golovka. To'g'ri, alyuminiy bittasi kommentariy yozibdi, nima, boshqa mashinada metallический golovka bor. Yo'q, metallический golovka bo'lmaydi, aka. Bu mashinani motori shunchalik qadimgi motorki, mana shu. Prosta tasavvur qila olmaysiz, aka. Jigulilarda ham xuddi shunaqa tizim ishlatilgan. Endi Jigulida ham жесткий talk, ya'ni motorist odamlar bo'lsa, mana kommentariyada yozib qoldirasizlar. Motorga tushunadiganlar, жесткий talkateli nechinchi yillik texnologiyasi? Ya'ni 1980-yilmi, 1970-yildan beri chiqadigan жесткий talkateli texnologiya. Ya'ni o'sha stakanchikli motorlar deyiladi. U misol uchun yangi mana Nexus 2 1.6 larda, Nexus 1.5 larda, Donslarda, keyin Lacetti 1.8 larniki, ularniki hammasi gidrokompensatorli. Bundan oldin chiqqan mashinada gidriklar bilan chiqqan. Tushunasizmi? Также цепный мотор. Bu da цепli motor. Aytishingiz mumkin, цепli yangi texnologiya. Okey. Mercedes-Benz'larda 102 motorlar ham цеп bilan bo'lgan. Tushunasizmi? Jigulilar ham цеп bilan chiqqan. Keyin undan keyin, ya'ni o'sha remenga o'tilgan. Remenda bu mashina, ya'ni remenli motor yaxshiroq aylanadi, chunki цеп qattimroq bo'ladi va og'irroq bo'ladi. O'zi ko'tarib qo'yadi. Temir bilan rezinkani ko'tarsa temir og'irroq bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa narsa. Bunga nagruska o'zi mamdoqar. Prosta bu mashina, bunaqa motorlar Strand tretий mir, ya'ni o'sha paytda bo'lib chiqayotgan paytda O'zbekiston Respublikasi hali bunaqa rivojlanib ketmagan edi. O'sha hali uncha rivojlanish endi bitta qadam tashlayotgan paytda bu mashinalar chiqqan. Bizani iqlimga bu mashinalar to'g'riroq bo'lgan. Ya'ni o'ldirib bo'lmaydigan motorlardan bittasi hisoblanadi. Faqatgina O'zbekistonga kelib turib, botda жесткий talkatelli bo'lgani uchun, keyin undan keyin alyuminiyli golovka qatidadir defektlari bo'lgani uchun o'sha gidrokompensator avtomatik klapan regulировка qilsa, botda klapan regulировка qilib bo'lmaydi. O'sha Matizlarda ham жесткий talkatelli bo'ladi. Mixlarda, keyin undan keyin Beslarda, Sons motorlarda ham shunaqa жесткий talkatelli bo'ladi. Ularni klapan regulировка qilib bo'lmaydi. O'sha klapan regulировка qilinadi. Bunda ham xuddi shunaqa klapanni приtilka qilishadi. Motori bu kimlarda klapanni kuyib qolgandan keyin motoriskga boradi, motoriskga borib turib aytadi, prosta klapan chaqlab yuborishadi. Chaqlagan kerak emas, aka. Chaqlatsangiz klapanni kirib chiqishi kamayadi. Ya'ni sizda ot kuchingiz nisbatan kamayib qoladi zavodskoyga qaraganda. O'shaning uchun qilgan garchi yaxshilab qilish kerak. Bo'lmasam qilish kerak emas. Chunki yaxshi qilmasangiz bo'lmaydi. Har doim bitta ishni oxirigacha qiling, aka. Takzi motorda ham agar klapaningiz kuygan bo'lsa. Shuning uchun bularda жесткий talkatelli bo'lgani uchun avtomatik regulировка bo'lmaganda bularni metanni chunki bu klapan yopiq bo'lgan paytda ham o'sha klapan hamma havo chiqib ketganda, ya'ni portlalib ketadigan bu narsa bo'ladigan, ichida zir bo'lib qolgan paytda o'sha narsani kuydirib qo'yish ehtimoli bor. Keyin undan keyin metanni yonish gradusi juda ham baland bo'ladi. Propanga qaraganda baland bo'ladi. Aytishingiz mumkin, unda oktanov chislosi nechi bo'ladi? Oktanov chislosi unda, ya'ni oktan o'zi zichligi hisoblanadi. Metanning zichligi propandan ham, keyin undan keyin benzindan ham yaxshi bo'ladi. Faqatgina metanni portlash inersiya, ya'ni portlash zirv bo'ladi-ku, zirvning inersiya degan narsa pastroq bo'ladi. Chunki dvigatelda yurg'izayotgan mashinangizni harakatga keltiradigan har bitta porshni ichida portlab chiqadi. Xuddi shu narsa bo'lganda mashina harakatga keladi. Benzinni eng kuchli portlash bu benzinni bo'ladi. Propanniki ham yaxshi, lekin benzinchalik bo'lmaydi. Endi aytishingiz mumkin, propan 95 kuchini beradi. Okey, u propan 95 kuchini bermaydi, okey. 92 bo'l, 92 maksimalni 92 ni kuchini beradi. U qanaqa nastroyka bo'lsin, nima bo'lsin, 92, 95 kuchini bermaydi. 95 u ancha yaxshiroq bo'ladi. 95 ya'ni plotность, ya'ni o'sha zichligi juda ham yaxshi bo'ladi va keyin portlash inertiyasi ancha baland bo'ladi, chem bularga qaraganda. Bu yerda yana eng katta problemasi konditsioner problemasi bo'ladi. Keyin undan keyin ya'ni gidravlikani kompressor degan narsasi bor. Gidravlikani, ya'ni rul gidravlik bo'ladi. Xuddi shuni kompressor hullab qoladigan odati bor. Jentralarda. U nima qanaqa qilib olinadi desiz,
agar sizda jentreza uvlab qolgan bo'lsa, rulni qaltiring uvlayotgan bo'lsa yo toq ovoz chiqayotgan bo'lsa, unda kompressor almashtirib tashlaysiz gidravlikanikini. Konditsioner qanaqa yechim bor? Siz konditsionerni prosta olasiz, zavod qo'yib bermagan. Endi qarang, siz mashina sotib olasiz, okey, konditsioner yaxshi ishlamagan uchun bitta yoniga bitta anaqa konditsionerga yana bitta ventilyator qo'yib olasiz. Bu qanaqa payt bo'lishi kerak, o'zi qanaqa odam bo'lishimiz kerak, shu biz endi zavod qilmagan, zavod darabotka qilmagan narsani biz o'zimizda darabotka qilishimiz kerak. Bu sal qolibga to'g'ri kelmaydigan narsa, chunki siz mashinani zavod etgan pulga sotib olyapsiz, zavod etgan pulga sotib olib keyin undan keyin yana siz darabotka qilyapsiz, okey. O'sha payt bu mashinalar chiqqan payti, bu mashina hayo tasavvur qiling, 2020-21-yilda, okey, siz odamlar mashina olgan, birinchi bu mashinani haydab borgan joy qat bo'lgan, yo Farxatskiy yoki Sergeli mashina bozor bo'lgan. Nima uchun? Balonlari taxta bo'lgan. Keyin undan keyin oddiy polik qo'yib bermagan. Hozirgi paytda, misol uchun, men aytdim ana kuni Tracker obzorda Xitoy mashinasi yaxshi deganda. Damasila, короче. Oka uchib o'tib ketdilar hozir mana shunda. Adashmasam Xiaomi Su7 Ultra'ni uradigan rezultat bilan ketdilar mana shunda. Necha sekund o'tib ketdilar, bilganlar yozib qo'ymadim. Mana shunda mana shu qachon necha sekund bo'ldi? Yo'q, ha? Driftdan qilibdilar. Men aytdim, drift qilib, burnout qilib chiqdilar. Necha sekund bo'ldi? Yozib qoldiringlar. Chunki mana shundan qo'zg'alganini ko'rdilar-ku, mana necha sekund o'tib ketdi. Menimcha, mana shu 0.1 sekund ham bormadi. Prosta o'sha paytda shunaqa narsalar bo'lgan. Hozirgi paytda bizda sotilayotgan mashinalarda endi okey, sizga menga komfortli narsa deb o'tdi. Ya'ni qanaqa komfortli? Mashinani olasiz, olganingizdan keyin o'sha o'zingizga siz salonni o'zidan hozir sizga iltimos qilyapti-da, oling mashinani. Sizga chexol qo'shib beryapti, polik qo'shib beryapti. Ya'ni bonusiga broni plonka. Chunki men BYD qilib ishlayman. Men u yerda uni mashinasi reklamasida gapira olmayman-da, tushunasizmi? Chunki ularda ham kaktani BYDchilar bir balog'ani avtosalonlar bir-biriga jalb beradigan joyi bor-da. Lekin bu mashinani bemalol zo'r gapiraman. BYD olmoqchi bo'lsa o'sha yoqqa borib oling. Nima uchun deganda, chunki ularda ya'ni etib bo'lmaydigan bonuslari bor, lekin mashinani o'zi olganga borganingizda hech qanday bermaydigan bonus beradi. Tasavvur qiling, siz mashina olasizda, sizga oldi tomon broni plonkangizga misol uchun bo'ladigan qanaqadir sizga bonus beradi. Endi hammaga oldi tomon broni plonka qilib bera olmaydi ular ham. Nisbatan kimlargadir qilib berishadi, aka. Qanaqa tanish bilishga emas, aka. Ya'ni qancha qimmat mashina olsangiz, sizga shuncha kattaroq bonus bo'laveradi. Atak lekin любой bitta mashina olganingizda sizga Sigil olsangiz ham, aka, Sigilga ham bonus qilib beradi o'shalar. Bular desa, aka, o'sha paytda bu eng topoviy mashina bo'lgan. 2026-yilda hozirgi paytda bu topga kiradimsa yo topga kirmaydi, aka. Bu mashina nima uchun topga kirmaydi? Bu mashinani oldi suyuq oyoqdan tortib narkomanigacha haydadi bu mashinani. Dabdalasini chiqarib tashlash, mashinani obro'sini tushirib tashlashdi. Mashina o'zi ochiq qilib aytganda bu mashina o'zini o'ligini torta olmaydigan mashinalardan bittasi. Bu mashinaga proshivka urasizmi? Nima qilasiz, aka? U nima qilsangiz ham mashina yurmaydi. Bu 1.6 ni bir xil ichi, men 1.6 ni urdim, aka. Zavodskoy 1.6 bilan turing, aka. Zavodskoy Cobalt bilan turing, chaqib tashlaydi ularni onang nima ko'rlar. Ular chunki yaxshiroq. To'g'ri, Cobaltdan 1.6 ni chaqa olmaydi, lekin bu Nexus 3 dan ham, Cobaltdan ham u 1.6 ga hashim yeta olmaydi, aka. 1.6 u это уже другая история deydi-ku. 1.6 ni tarixi boshqa, aka. 1.6 u boshqa mashina. Bu mashinalar o'zingiz o'ligini torta olmaydigan mashinadan bittasi, aka. Prosta ketasiz, benzin quyasiz, 15 litr расход qiladi ondan nima. 15 litr, 54 taligi necha kilometr yurasiz, aka, mana shu mashinada. Tasavvuringiz uchun 54 litr propanga mana shu mashina shahar ichida 350 kilometr yuraman deyaptilar. 350 kilometr. Endi Cobaltda 54 talik propaningiz bo'lsa, aka, shahar ichida avtomatda necha kilometr yurasiz degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, kamida 500 kilometr yurasiz. O'zi 550, lekin kamida 500 kilometr yurasiz. 500 kilometr, 150 kilometr farq qilyapti. Bu mashina nima uchun bunaqa ko'p расход qiladi siz? Chunki motor kichkina, aka, buni yuragini kichkina qilib qo'yishgan, qalbini keng qilishmagan o'sha paytda. Boshqa motor tiqishga, boshqa motor ishlab chiqarishga, ya'ni razrabotka qilishga soqqa otishmagan o'sha paytda. Soqqa otib turib yangicha motor razrabotka bo'lganda, bunga kattaroq motor tiqilganda, bu mashina bunaqa расход qilmas edi. Mesela 5 litrli motorlilar olib kelib, 5 litr M113 5 litr motorlilar o'sha motor ob'emi bilan 8 silindrli 5 litrli maxluqlar onasidan shahar ichida 13 ta 14 ta расход qiladi. Bu undan ham ko'p расход qiladi-da. Просто taksi 80 dan ham yurmaydi, aka. Hozir 80 ni o'zi 92 yuradi, lekin 15 litr расход onang nima ko'r. Bu vashim kosmos degan narsa. Hozir mana egalari aytayaptilar, buni proshivka qilib, mana 100 ta odamdan, ya'ni 100 marta proshivka qilib, bittani udachli proshivka bo'lgan, o'shandan 12 litr расходga tushirdik deyaptilar.
men bu narsani aytyaptilar. No 12 litr rasxodga tushirilmagan. Bu narsani to'shni bilaman. Egasi chunki pul sanab o'tiradigan bola emas, aka mana shu pulni betiga qaramaydigan bola. Chunki mana shu o'sirsa ham pulni hidi keladigan bolalar bo'ladi-ku, shunaqalardan. O'shancha chunki 12 litrdan skromnish qilyaptilar. Bu bitta bu mashina emas ularda. Chunki yana boshqa mashinalar ham bor. Prosta bo'ladi-ku shunaqa tanish. O'sirganda pulni hidi keladi. O'shanaqa bolalar. Chunki egasi o'shani uchun shunaqa narsa deyaptilar hozir. Lekin mashina prosta obrazini chirib qo'ymaslik uchun shunaqa deyaptilar. Mujiki, bu mashina haydab ko'rasizmi deb menga savol berasiz. Haydab ko'rish foydasi yo'q aka. Sababi chunki Gentra yurishini bilasiz, Gentra tortmasligini bilasiz. Ya'ni buni hozir haydab keyin undan keyin buni prosta ustidan kulganimizdan ko'ra, undan ko'ra haydamaganimiz ma'qul. Chunki bu ochiq qilib aytamiz akalar. Bitta uzoq rakursdan ko'rasiz, bu o'z vaqtini legendasi desak ham bo'ladi. Chunki bu mashina yurgan paytida BYD'lar ham, Monzalar ham hech qaysi yura olmagan. Bu mashinalar aka yurgan paytda ichidagi egasini kimligini siz bilmagansiz. Lubo Mercedes-Benz'da, BMW'da kelib turib ishini hal qilmagan insonlar Gentra'da borib ishini hal qilgan. Chunki Gentra shunaqa mashina bo'lganki, u pulni ham, keyin undan keyin insonni ham tanlamagan. Faqatgina egasini obro'sini avtomatik tarzda ko'tarib qo'ygan. Lekin har bitta narsani o'z davri o'tganidagi Muhammad Alini davri o'tdi, Taysonni davri o'tdi, Gentra'ni ham davri o'tdi akalar. Bugungi kunda bu mashinani prosta olib uy ro'zg'orlarga haydashingiz mumkin, lekin sizga unaqa obro' bermaydi. Okalar, video yoqqan bo'lsa like bosamiz, yoqmagansa dislike bosamiz. Xudo xolasa bundan keyingi video qanaqa bo'lishini siz hal qilasiz. Terlis banan deb yozinglar. Bananni olib ko'rish harakat qilamiz okalar. Bananni xudo xolasa kutamiz, orqada bitta odam turibdilar. Duo qilib tursanglar, Terlis bananni ham qilamiz. M8 competition'ni ham qilamiz. Sog' bo'lamiz.